Oo. Allah razı olsun. Oo, yoldan gelamiz. Ha, razmerli. Oo. Sizlarga kerak narsa. Tavsiya qilardim. Hamma shundan bitta olasiz. Demak, bu o'zi mening yordamchi daftarim bu. Siz men uchun maxsus brendimni tushirib, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Kutilmagan sovg'a uchun nima deydi? Eng asosiysi bizning kasbimizga kerakli bo'ladigan sovg'a. Hammadan ham bunaqa ideya chiqarmaydi. Siz juda ham kreativ g'oyalar o'ylaydigan insonsiz. Ochilmagan qirralaringiz ko'p. Suvonon Ilufa. O'rganganlaringiz yaxshilikka xizmat qilsin. Alloh sizga behisob shukrlar bo'lsin. O'rganganingiz yaxshiliklarga xizmat qilsin. Bunday kunlarimiz ko'p bo'lsin. Amin.